minimalni 20 dollardan qochib, taxminiy 150-200 dollarga tushishlarini bilishmaydi. 90% tikuvchilarimiz shu joyda xato qilishadi. Bu xato nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Biz videoni boshladik. Tikuvchilarimiz A nuqtadan B nuqtaga mashinkani to'g'ri ko'chirishni bilmasdan turib, minimalni 20 dollardan qochib, taxminiy 150-200 dollarga tushishlarini bilishmaydi. Sababi tikuvchilarimiz oddiygina gazelmi, labomi har qanday eltib beruvchini chaqirib turib, shu turish mashinkani ortib berib yuborishadi. Ortib berib yuborganda mashinkani na bir galovkasini yaxshilab boylashadi. Yoki bo'lmasam u yerga boylanmaydi, shundoq qanday bo'lsa shuni ortib berishadi. Yo'lda mashinkani moylari to'kilgan yoki bo'lmasam ag'anab turib, orqa shtekerlari uzilgan holatlari kuzatiladi yoki bo'lmasam galovkani asosiy vallari qiyshayib, singan holatlari ham kuzatilgan. Hozir sizlarga ushbu xatoni qilmaslik uchun mashinkani to'g'ri sochib turib, ortib jo'natishni ko'rsatib beraman. Jo'natib yuborgandan keyin to'g'ri qanaqa qilib yig'ib olishni ham videosini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib iplarimizni uzib olamiz. Uzib olgandan keyin to'liq tortib olmaymizda, mana bu ipiga o'rab qo'ysak, keyingi olib borgandan keyin ipimizni ulab olishimizga yaxshi bo'ladi. Iplarimizni olib qo'yamiz. Hop, bobinasini bo'shatib olamiz. Hop, bu bo'lish turish ketsa ham hech narsa qilmaydi. Hop. Keyingisi mashinkani ag'darib turib moyni to'kib olamiz. Mashinkani yotqizib, tagidagi moyni to'kib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda bolti bor, o'sha boltiga atyorkani qo'yib bo'shatamiz. Bo'shatishdan oldin tagiga idish ushlaymiz, moyni quyib olishimiz uchun. Moyni quyib oldik, mana hammasi quyib bo'lgandan keyin boltini o'zini joyiga qaytarib qo'yamiz. Endi galovkani o'zini joyiga qo'yamizda, birinchi o'chiritda mana bu orqa tomonda mana pedaldan chiqqan shteker bo'ladi. Mana kabelimni ushlaymizda, mana qarang. Mana buni shtekerini so'rib olamiz. Mana o'zini ushlaydigan joyi bor, o'shani bosib turib chiqazib olamiz. Chiqazib olgandan keyin o'ziga o'rab qo'yamiz. Bu ham agar osilib yotadigan bo'lsa, yo'lda mana buni stolga qisilib qolib ham uzilib ketishi mumkin. Mana bu shteker uzilsa, bu ham rasxod degani. Sababi shtekeri bor, yo'l ichkalari bor. Agar mana shu narsa chiqib ketib, noto'g'ri ulanadigan bo'lsa ham ошибка beradi, pedalni kuydirib qo'yishingiz ham mumkin. Endi mashinkani rozetkadan uzib, mana buni chiqazib olamiz. Tokini uzib chiqazib olganimizdan keyin mana orqasidagi oshim-moshlarni olamiz. Agarda mana bu galovkani o'zini mana bunday maxsus korobkasi bo'lsa, yanada yaxshi. Agarda bunaqa korobkasi bo'lmaydigan bo'lsa, galovkani o'zini mana bu kabelini o'rab olamiz. Bu ham agar osilib yotadigan bo'lsa, uzilib ketishi mumkin. O'rab olamizda. Galovkani o'zini ehtiyot qilib olib ketish uchun ko'tarib olamiz. Moy oqmasligi uchun ehtiyot bo'lamiz. Asosan galovkani alohida qildim, bo'ldi, shu turish ketadi emas. Yo'lda ketguncha bu galovka mana hech qanaqa bir ushlaydigan narsasi yo'q. Mana o'ynashi mumkin, yiqiladi. Shuning uchun galovkani mashinaga ortguncha mana yotqizib, orqa tomonga yotqizib, old tomonni bilan emas. Orqa tomonga yotqizib, mana bu yerda bo'sh bo'ladi asosan. Mana shu bo'sh yeriga u yumshoqroq material qo'yib turib, o'ynamasligi uchun u yumshoqroq material qo'ysak yanada ham yaxshi. Ana endi padonini olamiz. Padonini tagidan urib chiqazib olamiz. Rezinkalari qolib ketmasin. Chiqazib oldik. Mana bu rezinkalarni обязательно olib qo'yish kerak. Keyin mana bu qora gribogini ham olib qo'yish kerak, chunki buni hech qanaqa hech narsa ushlamaydi. Agarda yaqin masofaga jo'natadigan bo'lsangiz, xuddi shu holatda jo'natsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, viloyatdan viloyatga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, bu katta stol olib ketishga noqulay bo'ladi. Hozir buni ham to'liq holatda qanday sochishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga bitta 10 to'r bilan bitta 10 ключ kerak bo'ladi. Hop, birinchi yon tomonida mana 10 to'rni bo'shatib olamiz. Hop, mana bo'shatib oldik, boltini o'ziga qotiramiz. Yoki bo'lmasa, mana bu boltini bo'shatib olib qo'yib, buni oxirigacha tushirib turib, mana yon tomonni mana stolda tagida samarezi bo'ladi. Shu samarezini yechib turib ham stolini o'zini ajratib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tomonini ham bo'shatib oldik. Buni endi tortmasa solamiz. Endi mana bu o'rtasida, pedal o'rtasida 10 bolt bilan bo'shaydigan mana narsasi bor. Shuni bo'shatamiz. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan mana bu yerdan bo'shatib turib, simini o'zini alohida yechib olsak ham bo'ladi. Ikkita yon chekkasi simini yechib olganimizdan keyin
Bu tortmasini olib qo'yamiz-da. Oyog'imiz bilan temirini bosib turib, stolni ko'taramiz. Bo'ldi, stolni yechib oldik. Agarda stolini ham korobkasi bo'lsa, yanada ham yaxshi, stoli qirilib ketmasligi uchun korobka bo'lmasa, bu yumshoqroq narsa bilan o'rab qo'ysangiz yanada ham yaxshiroq bo'ladi. Stolini ochib olamizda. Mana bu 4 ta boltini va mana bu yon chekkasidagi 2 ta boltini bo'shatib olamiz. Endi mana bu 4 ta bolti. Mana shu 6 ta boltni yechib olsak, mana bu 1, 2, 3, 4 taga ajraladi. Mana bu boltni bo'shatgunimiz uchun orqasida bitta temir plastinka bo'ladi. Buni tushirib olmasa ushlab turamizda. Olib o'ziga qotirib qo'yamiz. Buni ham temir plastinkasini olib, boltini qotiramiz, tortmasga solib qo'yamiz. Mana temirimiz bittasi ajraldi. Endi mana qolganini ham bo'shatib tashlaymiz. Bu yoqni bo'shatamiz. Bo'l. Taqir tuqur bo'lmasligi uchun o'rtasiga bu keraksiz matolarni qo'yib o'rab qo'ysak yanada ham yaxshiroq qirilmaydi. Tortmasini mana bu boltlari yo'qolmasligi uchun paketga solib, skotchlab ehtiyot qilib jo'natib yuborasizlar. Agar bitta bolt yo'qolsa, mashinkani to'g'ri yig'a olmaysizlar. Olib borgan joyingizda. Mashinkamizni to'liq holatda sochib oldik. Ana endi mana shu narsani ehtiyotlab mashinaga ortib jo'natib yuborsak bo'ldi. Kerakli nuqtaga, A nuqtadan B nuqtaga yetib oldi. Ana endi qanaqa qilib to'g'ri yig'ishni ko'rsatib beraman. Boltni to'liq qotirib qo'ymasdan ozgina ildiramiz. Endi ikkinchi tomonini qo'ya olamiz. Ana endi pedalinikini qo'yamiz. Hop, plastinkasini mana temirini silliq tomoni bor, orqa tomoni bo'rtib turgan joyi. Bo'rtgan tomonini ichkariga bundoq qilib qo'yamiz. Tekis qilib kirgizib, to'g'rilaymizda teshigiga. Bolt bilan yana ildirib olamiz. Mana bu 4 ta boltini qotirib qo'ymang. Agar qotirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu kelmay qolishi mumkin. 2 ta boltini ildirib olganimizdan keyin mana qo'limizni qo'yamizda bir tomonini ushlab turib qotirib olamiz. Qotdi, endi bu yog'ini ham bir xilmi, 2 tomonini tekshirib turib, bu yog'idagi boltni ham qotiramiz. Qotgandan keyin mana bu qolgan 4 ta boltini qotirib qo'yamiz. Qotirib bo'lganimizdan keyin stolimizni turg'izib olamiz. Ana endi stolini qo'yamiz. Qo'yishdan oldin mana bu страховочный bolt qotirilgan bo'lsa, yanada ham yaxshi, pastga tushib ketib qolmaydi. To'g'rilaymiz. Boltlarni qotirib olsak, bu plastinkasini bir tomoniga turgizamiz. To'g'ri ushlab turib, bu yoq tomondan qotiramiz. Bu boltlarimizni qotirguncha stolni to'g'ri turibdimi yo'qmi o'shanisiga qarab turib, keyin qotirib qo'yamiz. Yon tomondagi 2 ta boltini qotirib bo'lganimizdan keyin o'rtasidagi siminikini qotiramiz endi. Kiygizdik. Keyin tikuvchini oyog'iga og'rib qolmasligi uchun ozgina pastroq qilib, oyog'iga qulay qilib qotirib olamiz. Ana endi paddonini joyiga qo'yamiz. Rezinkalarini kichkinasi tepa tomonda bo'ladi, stolda. Kattasi quyoq tomonda bo'ladi. Oddiy to'rtchoq bo'lsa, mana lapga ko'taradigan bo'ladi. Mana shu tarafiga bundoq kirgizamiz. Keyin bu rezinkalarni joyiga to'g'rilaymiz. Ana endi mana bu qora gribogini mana bu yerga solib qo'yamiz. Bu обязательно kerak. Hop, mashinkani orqasiga yotqizganda yiqilib ketmasligi uchun bo'lgan nimasini bu yerga qo'yamiz. Hop, 2 ta oshiq-moshig'i tortmasini joyiga qaytarib qo'yamiz. Ana endi golovkani joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'ydik, oshiq-moshig'ini kiygizib qo'yamiz. Kabellarini bo'shatib, orqasidagi teshigidan o'tkazamiz. O'tkazdik. Endi pedali eng asosiy joyi. Eng asosiysi mana bu pedali ko'pchilikda uzilib ketadi yoki bo'lmasa pedalni noto'g'ri joyiga tiqish sababidan ошибка beradi. Hozir sizlarga shuni to'g'ri ko'rsataman. Mana stolni
Mana katta dumaloq teshigidan o'tkazgandan keyin mana e'tibor bering. Mana bunday bo'rtib turgan plastmassasi bor. Mana shunisi, mana pedalda mana bunaqa stekerni, kiradigan stekerga mana alohida qilib bo'rtib qo'ygan. Mana shu tomoniga kiyilishi kerak. Yana ham aniqroq bo'lishi uchun qarang, pedal stekerini mana figura qilib qo'ygan. Hammasi mana to'g'richak, bu avvalroq ketgan. Mana shu noto'g'ri kirgiziladigan bo'lsa, mashinkada asosan E4, F5, F6, W4 oddiy mashinkalarda error 6 ошибкасini beradi. Yoki bo'lmasam, mashinkani ko'chirguncha mana bu 3 ta stekeri bor, mana 3 ta stekeridan bittasi orqaga chiqib qoladi. Orqaga chiqib qolgandan keyin mashinkani siz stekerini joyiga qo'ydingiz, steker orqaga chiqib qoldi, baribir ошибка beradi. O'shanisiga e'tibor bering. Stekerni sug'urib, stekerlari joyidami, kabellari joyidami yo'qmi tekshirasizda, keyin joyiga qaytarib to'g'ri qo'yib, chiqadi, o'z joyiga tushadi. Joyiga to'g'ri qo'yib, rezinkasini kiygizib qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Eng oxirgisi mana shoxini qotirib qo'yamiz joyiga. Rezinka, shayba, rezinkani qo'yamiz. Tagidan ham mana rezinka shaybasini qo'yamiz, keyin boltini qotirib qo'yamiz. Yig'ib bo'lganimizdan keyin mashinani orqa tomoniga yotqizib, boyaga quyib olgan moyimizni yoki bo'lmasa moy eskirgan bo'lsa, yangi moyni olib, mana bu yerga quyib qo'yamiz paddoniga. Mashinkani o'zi zavodskiy ichidan oppoq suvdek prozrachniy moyi chiqadi. Ishlash davomida mashinkani moyi sam-sariq bo'lib qizarishgacha borishi mumkin. U darajaga olib bormasdan mashinkani moyini sam-sariq bo'lishi bilan o'sha to'kib tashlab, yangi moy quyish kerak. Agarda moyda urovini sarg'ayishga bormasdan turib, mana pastki chiziqqa tushib qoladigan bo'lsa, ustiga dabavka qilasiz. Agar tushmasdan mana tepa chiziq bilan baravar turadigan bo'lsa, ishlataverasiz. Mashinkani joyiga qo'yamiz, ipini o'tkazib bemalol foydalanishingiz mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Agarda mashinkangizda muammo bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videomiz sizning muammongizga yechim topish haqida bo'ladi.